Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz juda jiddiy, har birimizning kelajagimizga bevosita taalluqli bo'lgan mavzuni muhokama qilamiz. Men bilaman bu mavzu ko'pchilik uchun noqulay bo'lishi mumkin, ammo unga ko'z yumish kelajakda yanada kattaroq muammolarga olib keladi. Gap nafaqaxo'rlar va ularni kutayotgan qiyinchiliklar haqida ketadi. To'g'ri eshitdingiz, qiyinchiliklar. Bu sizning moliyaviy barqarorligingizni, farovonligingizni belgilab beradigan ma'lumot. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu videoning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi va balki kimdir uchun hayotini saqlab qolishga sabab bo'lar. Avvallari hamma narsa boshqacharoq edi. Sovet davrida yoki undan keyingi dastlabki yillarda nafaqa tizimi birmuncha sodda va barqaror ko'rinardi. Odamlar o'z umrining oxirigacha davlat ularning g'amxo'rligini qiladi, pensiyasi tirikchilik uchun yetarli bo'ladi deb ishonishardi. Ish staji yetarli bo'lsa, yoshga yetganda albatta nafaqa olardi. Bu nafaqa har oylik xarajatlarni qoplashga, hatto kichik tejashlarga ham imkon berardi. Qishloq joylarda yashovchi nafaqaxo'rlar uchun hamma narsa yanada soddaroq edi, chunki ularning o'z tomorqalari, chorvalari bor edi. Bu esa oziq-ovqat xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirardi. Tibbiyot bepul edi, kommunal xizmatlar arzon. Ko'pchilik pensiyasini olib, bolalariga yordam berardi, nevaralariga sovg'alar olardi. Hayot birmuncha oldindan taxmin qilinadigan va tinchroq edi. Davlatning ijtimoiy kafolatlari kuchli edi. Iqtisodiy tebranishlar hozirgidek sezilarli emasdi. Odamlar ko'proq davlatga tayanishardi. Shaxsiy moliyaviy rejalashtirishga unchalik ehtiyoj yo'q edi. Bugungi kunga kelib esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hozirgi kunda pensiya tizimi ancha murakkab va unda ko'plab kamchiliklar mavjud. Dunyo iqtisodiyoti global inqirozlar, inflyatsiya va valyuta tebranishlari bilan to'la. Bu omillar har bir davlatning iqtisodiyotiga, shu jumladan bizning yurtimizga ham kuchli ta'sir ko'rsatadi. Eng katta o'zgarishlardan biri shundaki, davlat sizning g'amxo'rligingizni qiladi degan tushuncha siz o'zingizning g'amxo'rligingizni qilishingiz kerak degan tushunchaga o'zgardi. Bu esa moliyaviy mas'uliyatni har bir fuqaroning o'z zimmasiga yuklaydi. Pensiya qonunchiligidagi o'zgarishlar, ish stajiga qo'yilgan talablar, pensiya hisoblash metodologiyasi, bularning barchasi oldindan nafaqa kutgan odamlarni hayratda qoldirmoqda. Demografik vaziyat ham o'zgardi. Nafaqaxo'rlar soni ishlovchi aholi soniga nisbatan ortib bormoqda. Bu esa pensiya fondiga yukni oshiradi. Jamg'armalar qadrsizlanmoqda, oddiy insonlarning xarid qobiliyati pasaymoqda. Tibbiyot xizmatlari va dori-darmonlar narxi osmonlarga ko'tarilmoqda, kommunal to'lovlar ham shular jumlasidan. Oilalarda ham bolalarning ota-onalarga yordam berish imkoniyatlari cheklanmoqda, chunki ularning o'zlarida ham moliyaviy qiyinchiliklar mavjud. Bu o'zgarishlar global iqtisodiy tendensiyalar, islohotlar zaruriyati va aholining qarishi bilan bog'liq. Nima bo'lishini bilishingiz kerak. Eng avvalo, inflyatsiya degan balodan xabardor bo'lishingiz shart. Inflyatsiya bu pulning qadrsizlanishi, ya'ni pul birligining xarid qobiliyati pasayishi. Oddiyroq qilib aytganda, bugun 1 million so'mga sotib olgan narsangizni ertaga 1 million so'mga ola olmasligingizdir. Bu nafaqaxo'rlar uchun eng katta xavf, chunki sizning pensiyangiz miqdori doimiy bo'lib qolsa-da, uning real qiymati, ya'ni siz unga sotib olishingiz mumkin bo'lgan tovar va xizmatlar hajmi doimiy ravishda kamayib boradi. Tasavvur qiling, 5 yil avval meni 5 ming so'm pensiya bilan siz o'rtacha bir oilaning bir oylik oziq-ovqat va kommunal xarajatlarini bemalol bir oylik oziq-ovqatni kommunal qoplashingiz mumkin edi. Hatto ustiga ozgina pul ham ortardi. Bugungi kunda esa shu 5 ming so'mga siz bor yo'g'i bir kishining kunlik eng zarur ehtiyojlarini qoplashingiz mumkin, xolos. Ba'zan u ham yetmay qoladi. Narxlar osmonga ko'tarilmoqda, pensiya esa uning orqasidan quvola olmayapti. Keyingi muhim jihat pensiya hisoblashdagi o'zgarishlar. Bugungi kunda pensiya miqdorini hisoblash uchun faqatgina ish staji emas, balki rasmiy ish haqingiz miqdori ham juda muhim rol o'ynaydi. Agar siz uzoq yillar davomida norasmiy ish joylarida ishlagan bo'lsangiz yoki minimal ish haqi bilan rasmiylashtirilgan bo'lsangiz, nafaqangiz kutganingizdan ancha kam bo'lishi mumkin. Pensiya fondiga doimiy ravishda ajratmalar bo'lishi shart. Ko'pchilik pensiyaga chiqqach, men ko'p yil ishlaganman, nega pensiyam shunchalik kam deb hayron qoladi. Gap shundaki, bu 40 yil ichida sizning rasmiy ish haqingiz qanday bo'lgan, undan qancha ajratma qilingan, bularning hammasi pensiya miqdoriga ta'sir qiladi.
Hozirda koeffitsiyentlar va pensiya hisoblash formulalari murakkablashgan. Ularni tushunish oddiy kishi uchun qiyin. Tibbiy xarajatlarning o'sishi ham katta muammo. Yoshi ulg'aygan sari inson organizmida turli kasalliklar paydo bo'lishi tabiiy. Avvallari ko'plab tibbiy xizmatlar bepul edi, dori-darmonlar arzon. Endilikda esa yuqori sifatli tibbiy xizmatlar pullik, dori-darmonlarning narxi esa haddan tashqari qimmat. Masalan, oddiygina qandli diabet yoki gipertoniya bilan og'rigan nafaqaxo'rning bir oylik dori-darmon xarajati minimal pensiyaning yarmidan ko'prog'ini tashkil qilishi mumkin. Agar shoshilinch operatsiya yoki uzoq muddatli davolanish kerak bo'lsa, bu xarajatlar nafaqaxo'r oilasini moliyaviy jihatdan tubanlikka olib borishi mumkin. Kommunal xizmatlar haqida gapirmasa ham bo'ladi. Elektr energiyasi, gaz, suv chiqindi to'lovlari bularning barchasi doimiy ravishda oshib bormoqda. O'rtacha bir 2 xonali kvartiraning kommunal xizmatlar uchun to'lovlari pensiyaning sezilarli qismini tashkil qiladi. Qishda isitish xarajatlari ayniqsa og'ir botadi. Oilaviy yordam ham oldingidek emas. Bolalar ota-onalarga yordam berishni xohlasalar ham, o'zlarining moliyaviy ahvoli ularga bunga imkon bermasligi mumkin. Kreditlar, ipoteka, bolalarni o'qitish xarajatlari bularning barchasi yoshlarning zimmasiga katta yuk bo'lib tushgan. Shuning uchun pensiyaga chiqqanda bolalaringizdan doimiy moliyaviy yordam kutishingiz noto'g'ri bo'lishi mumkin. Xo'sh, kim xavotir olishi kerak va kim unchalik xavotirlanmasligi mumkin? Eng avvalo davlat pensiyasiga to'liq bog'liq bo'lganlar jiddiy xavotir olishlari lozim. Agar sizning yagona daromad manbangiz nafaqadan iborat bo'lsa va boshqa hech qanday jamg'armangiz, mulkingiz yoki daromad manbangiz bo'lmasa, siz eng katta xavf guruhiga kirasiz. Minimal ish stajiga ega bo'lganlar yoki rasmiy maosh juda past bo'lganlar ham xavotir olishlari kerak. Chunki ularning pensiyasi juda kam bo'ladi. Surunkali kasalliklarga chalinganlar ham alohida e'tiborli bo'lishlari lozim. Chunki yuqori tibbiy xarajatlar ularning moliyaviy ahvolini yanada og'irlashtirishi mumkin. Qo'shimcha jamg'armalari, mulki yo'qlar yoki shaharda yashovchilar qishloqlarga nisbatan qimmatroq ham xavotirga tushishi kerak. Masalan, Gulnora opa uzoq yillar maktabda o'qituvchi bo'lib ishladi. Uning maoshi hech qachon yuqori bo'lmagan. Hozir u 1800 ming so'm pensiya oladi. Bu pul uning Toshkentdagi kvartirasining kommunal to'lovlari, oddiy oziq-ovqat va dori-darmoniga zo'rg'a yetadi. Ayrim hollarda esa yetmay ham qoladi. Uning o'zina jamg'armasi bor edi, lekin inflyatsiya tufayli ular sezilarli darajada qadrsizlandi. Uning bolalari ham o'z oilalari bilan o'z qiyinchiliklariga duch kelgan. Shuning uchun Gulnora opaga muntazam yordam berishga imkoniyatlari yo'q. U tez-tez kasal bo'ladi va dori-darmonlarga katta pul sarflashga majbur. Bu vaziyatda Gulnora opa doimiy moliyaviy bosim ostida yashaydi. Yoki boshqa bir misol. Alisher aka zavodda ishlagan, lekin uning rasmiy ish haqi juda past bo'lgan. Uning pensiyasi atiga 1500 ming so'mni tashkil etadi. Unga har oy qimmat dori-darmonlar kerak, chunki u yurak kasalligidan aziyat chekadi. Uning pensiyasi na dori-darmon xarajatlarini, na kommunal to'lovlarni, oziq-ovqat xarajatlarini qoplashga yetadi. Uning yagona umidi qishloqdagi bog'idan tushgan hosilini sotib, ozgina qo'shimcha daromad topish. Ammo bu ham doimiy emas va qish oylarida imkonsiz. Lekin ba'zi odamlar unchalik xavotirlanmasligi mumkin. Bular avvalo sezilarli shaxsiy jamg'armalarga yoki investitsiyalarga ega bo'lganlar. Agar sizda bir necha daromad manbai bo'lsa, masalan, ijara daromadi, kichik biznesdan tushadigan foyda yoki yarim stavkada ishlaydigan bo'lsangiz, sizning ahvolingiz ancha yaxshi bo'ladi. Kuchli oilaviy qo'llab-quvvatlash tizimiga ega bo'lganlar ham, ya'ni bolalari yoki boshqa yaqin qarindoshlari moliyaviy yordam bera oladiganlar nisbatan tinchroq yashashlari mumkin. Qishloq joylarida yashovchi, o'z tomorqasi va chorvasi orqali o'zini o'zi ta'minlay oladiganlar ham shaharlik nafaqaxo'rlarga nisbatan kamroq moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ba'zi shaxslar esa maxsus nafaqalarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, xizmatlari uchun, uzoq muddatli mehnat faoliyati uchun maxsus sohalarda bu ularning moliyaviy ahvolini yaxshilaydi. Masalan, Karim bobo va Zuhra buvi ikkalasi ham nafaqaxo'r. Ularning har ikkisining pensiyasi bor, qishloqda yashashadi. Tomorqalarda sabzavotlar yetishtirib, qo'shnilariga sotishadi. Shuningdek, tovuq va quyon boqishadi. Bu ularning asosiy oziq-ovqat xarajatlarini kamaytiradi va ularga qo'shimcha daromad keltiradi. Shuningdek, ularning bolalari ham ularga muntazam yordam berib turadi.
Bu esa ularning hayotini ancha yengillashtiradi. Endi qoida va noaniq jihatlardagi istisnolarni ko'rib chiqamiz. Ba'zi bir pensiya turlari umumiy qoidalardan farq qiladi. Nogironlik nafaqasi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki davlat oldidagi alohida xizmatlari uchun beriladigan maxsus pensiyalar boshqacha hisoblanadi va ularning miqdori ko'pincha yuqoriroq bo'ladi. Ularga murojaat qilish tartibi va hisoblash qoidalari ham farq qiladi. Bu turdagi pensiyalarni oluvchilar odatda umumiy pensiya fondining moliyaviy beqarorligidan kamroq aziyat chekishadi. Chunki ular maxsus jamg'armalar hisobidan moliyalashtirilishi mumkin. Shuningdek, yashash narxi va mahalliy ijtimoiy dasturlar hududlarga qarab farq qiladi. Respublikaning turli hududlarida yashash narxi, ayniqsa kommunal xizmatlar va oziq-ovqat narxlari turlicha bo'lishi mumkin. Ba'zi viloyatlarda mahalliy hokimiyat organlari nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha ijtimoiy yordam dasturlarini joriy etishi mumkin. Bu imtiyozlar, masalan, transport uchun chegirmalar, tibbiy xizmatlarga subsidiyalar yoki qishki isitish uchun kompensatsiyalarni o'z ichiga olishi mumkin. Bu haqda o'zingiz yashayotgan hududdagi ijtimoiy himoya bo'limlaridan ma'lumot olishingiz mumkin. Pensiyalarning oshirilishi ham muhim masala. Pensiyalar hukumat qaroriga binoan muntazam ravishda oshirib boriladi. Biroq bu o'sish ko'pincha real inflyatsiya tezligidan ortda qoladi. Ya'ni pensiya oshsa ham narxlar yanada tezroq oshib ketgani uchun sizning xarid qobiliyatingiz aslida pasayib boradi. Bu cho'ntakni bo'shatish effekti deb ataladi va ko'pchilik nafaqaxo'rlar buni har kuni o'z hayotlarida his qilishadi. Moliyaviy qiyinchiliklardan tashqari ba'zi tuzoqlarga ham duch kelishingiz mumkin. Ayniqsa, nafaqaxo'rlar orasida moliyaviy firibgarlik hollari ko'p uchraydi. Yuqori daromad va'da qiluvchi soxta investitsiya loyihalari, soxta lotereyalar, go'yoki davlatdan yordam berilayotganligi haqidagi yolg'on xabarlar orqali ko'plab nafaqaxo'rlarning jamg'armalari o'g'irlanadi. Har qanday shubhali taklifga ishonishdan oldin 2 marta o'ylab ko'ring va yaqinlaringiz bilan maslahatlashing. Moliyaviy maslahat izlashda ham ehtiyot bo'ling. Barcha moliyaviy maslahatchilar ham halol va professional emas. Riski yuqori bo'lgan, tez boylik va'da qiladigan sarmoyalardan uzoqroq turing. O'z huquqlarini bilmaslik ham nafaqaxo'rlar uchun muhim pitfall tuzoqlardan biri hisoblanadi. Ba'zi nafaqaxo'rlar o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha imtiyozlar yoki yordam turlari haqida ma'lumotga ega bo'lmaydi. Masalan, ba'zi hududlarda kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar uchun kommunal xizmatlar uchun subsidiya berilishi mumkin, lekin ular buni bilmagani uchun murojaat qilmaydi. Shuningdek, faxriy unvonlar yoki maxsus xizmatlar uchun qo'shimcha to'lovlar ham mavjud bo'lishi mumkin. Pensiya qonunchiligini o'rganish yoki yuridik maslahat olish muhim. Yordam so'rashdan tortinish ham keng tarqalgan muammo. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar, ayniqsa keksa avlod vakillari o'z moliyaviy qiyinchiliklari haqida gapirishga uyaladi yoki g'urur yo'l qo'ymaydi. Ular oilasiga yuk bo'lishni xohlamaydi yoki ijtimoiy xizmatlardan yordam so'rashni qabul qila olmaydi. Bu esa ularni yanada og'irroq ahvolga solib qo'yishi mumkin. Pensiya chiqishdan oldin rejalashtirishni kechiktirish ham ko'pchilikning xatosidir. Ko'pchilik odamlar pensiya chiqishni kutadi, keyin esa moliyaviy muammolarga duch kelgach afsuslanishadi. Moliyaviy rejalashtirishni erta boshlash juda muhim. Ba'zi noaniq jihatlar va nozik nuanslar ham mavjud. Yoshi ulg'aygan sayin insonning ehtiyojlari ham o'zgaradi. Transportda harakatlanish qiyinlashadi. Uyda ba'zi o'zgarishlar, masalan, tutqichlar o'rnatish, maxsus jihozlar talab qilinishi mumkin. Ba'zi hollarda esa professional parvarishga ehtiyoj tug'ilishi mumkin. Bularning barchasi qo'shimcha xarajatlarni talab qiladi. Moliyaviy beqarorlik nafaqaxo'rlarda stress, yolg'izlik, keraksizdek his qilish kabi psixologik muammolarni kuchaytirishi mumkin. Shuning uchun ijtimoiy aloqalarni saqlash, jamiyatda faol bo'lish, yordam guruhlariga qo'shilish juda muhimdir. Ba'zi nafaqaxo'rlar norasmiy ish bilan shug'ullanishga majbur bo'ladi. Bu kulrang iqtisodiyot deb ataladi. Masalan, qo'lda tayyorlangan buyumlar sotish, bog'dan hosil sotish, kichik maishiy xizmatlar ko'rsatish va hokazo. Bu bir tomondan qo'shimcha daromad manbai bo'lsa, ikkinchi tomondan hech qanday kafolat va ijtimoiy himoyasizlik kabi xatarlarni ham o'z ichiga oladi. An'anaviy oilaviy qadriyatlar, ya'ni bolalar ota-onalariga qarashlari kerak degan tushuncha ham zamonaviy sharoitlarda o'zgarmoqda. Kengaygan oilalar o'rnini nuklear oilalar egallamoqda. Bu esa nafaqaxo'rning yagona moliyaviy manbaiga aylanib qolishi mumkin bo'lgan farzandlar yordamining doimiy emasligiga olib keladi.
Xo'sh, nima qilish kerak? Har bir tomoshabin, ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashgan yoki allaqachon pensiyada bo'lganlar ushbu amaliy maslahatlarga e'tibor berishlari shart. Moliyaviy rejalashtirishni hozirdanoq boshlang. Yoshdan qat'iy nazar, hatto kichik miqdordagi pullarni ham tejashni boshlang. 1 tiyinni tejang, 1 so'mga aylantiring degan naql bejiz aytilmagan. Pulni shunchaki naqd holda saqlash o'rniga diversifikatsiya qilishni o'rganing. Bankdagi omonatlar inflyatsiya darajasini qoplaydigan foizlarda oltin sotib olish, kichik investitsiyalar kabi usullarni ko'rib chiqing. Eng muhimi, byudjet tuzing va xarajatlaringizni kuzatib boring. Har bir so'mni qayerga sarflayotganingizni aniq biling. Keraksiz xarajatlarni qisqartiring. Bu, masalan, har kungi kofe, keraksiz obunalar yoki arzon lekin foydasiz xaridlardan voz kechish bo'lishi mumkin. Agar imkon bo'lsa, ishonchli moliyaviy maslahatchiga murojaat qiling. Daromad manbalarini diversifikatsiya qiling. Faqatgina pensiyaga bog'lanib qolmang. Agar sog'lig'ingiz imkon bersa, yarim stavkada ish topishga harakat qiling. Bu yoshga mos keladigan ishlar, masalan, kutubxonachi, konsul, repetitorlik, qo'lda yasash, tikuvchilik, bog'dorchilik, hatto internet orqali oddiy vazifalarni bajarish, masalan, matn terish, e'lon joylash bo'lishi mumkin. Sevimli mashg'ulotingizni daromad manbaiga aylantiring. Agar siz yaxshi pishiriqlar tayyorlasangiz, ularni sotishingiz mumkin. Bog'ingizdan ortgan meva sabzavotlarni bozorga olib chiqing. Kichik uy biznesini boshlashni o'rganing. Agar sizda bo'sh turgan xona yoki kvartira bo'lsa, uni ijaraga berish ham qo'shimcha daromad keltirishi mumkin. Sog'lig'ingizni nazorat qiling. Ertami kechmi har bir nafaqaxo'rning eng katta xarajati dori-darmon va tibbiy xizmatlar bo'ladi. Shuning uchun kasalliklarning oldini olishga qaratilgan harakatlar juda muhim. Muntazam ravishda shifokor ko'rigidan o'ting, sog'lom turmush tarzini yuritishga harakat qiling. Jismoniy faol bo'ling. Agar imkon bo'lsa, tibbiy sug'urta variantlarini o'rganing. Zarur bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashgan holda muhim dori-darmonlarni oldindan g'amlab qo'ying. Yuridik va byurokratik qadamlarni bajaring. Pensiya huquqlaringizni yaxshilab o'rganing. Pensiya fondining qoidalarini, amaldagi qonunlarni o'qing. Agar tushunmasangiz, mutaxassislardan yordam so'rang. Ish staji yozuvlaringizni tekshiring. Ba'zan hujjatlarda xatolar yoki nomuvofiqliklar mavjud bo'ladi. Bu esa pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Barcha zarur hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport, mehnat daftarchasi, pensiya guvohnomasi, mulk hujjatlari va hokazolar. Bularni yo'qotmasdan tartibli saqlang. Agar biror muammo yuzaga kelsa yoki shunchaki ma'lumotga ehtiyoj sezilsa, qayerga murojaat qilishni bilishingiz kerak. Birinchi navbatda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Agar moliyaviy qiyinchiliklar bo'lsa, mahalliy hokimiyatdagi ijtimoiy himoya bo'limlariga murojaat qiling. Ular sizga qo'shimcha imtiyozlar yoki moddiy yordam turlari haqida ma'lumot berishi mumkin. Agar yuridik maslahat kerak bo'lsa, yuridik xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga yoki bepul yuridik yordam markazlariga boring. Murojaatlarni to'g'ri yozishni o'rganing. Ariza, so'rovnomalar yoki shikoyatlarni rasmiy tilda aniq va tushunarli qilib yozing. Zarur bo'lsa, yordam beradigan kishidan yordam so'rang. Blankalar yoki namunaviy arizalarni internetdan topishingiz yoki pensiya fondidan olishingiz mumkin. Jamiyat va oila bilan aloqalarni mustahkamlang. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash guruhlariga qo'shiling. Mahalliy jamoat tashkilotlarida faol bo'ling. Bu sizga nafaqat moliyaviy masalalarda, balki psixologik jihatdan ham yordam beradi, yolg'izlikdan xalos qiladi. Oilangiz bilan moliyaviy kelajagingiz haqida ochiq gaplashing. Ulardan qo'llab-quvvatlash so'rashdan tortinmang. Ko'ngilli bo'lib ishlash ham nafaqat jamiyatga foyda, balki sizning ruhiy va jismoniy holatingizga ijobiy ta'sir qiladi, hayotga qiziqishingizni oshiradi. Unutmang, hurmatli do'stlar, eng yomoniga tayyorlanish bu umidsizlikka tushish emas, balki oldindan ko'rish va o'zingizni himoya qilish demakdir. Bugungi kunda qilingan kichik harakatlar kelajakda sizni katta muammolar qutqarishi mumkin. Har bir nafaqaxo'r o'z hayotini o'z qo'liga olishi, vaziyatni real baholashi va faol choralar ko'rishi shart. Shunday qilib, bugungi videoda muhokama qilganimizdek, nafaqaxo'rlar uchun vaziyat o'zgarmoqda va bu o'zgarishlarga tayyor turishimiz kerak. Moliyaviy rejalashtirish, qo'shimcha daromad manbalarini topish, sog'liqni saqlash, huquqiy bilimlar va ijtimoiy faollik, bularning barchasi sizning kelajakdagi farovonligingiz uchun muhimdir. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi.
o'z fikr mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, unga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarimizda yana uchrashguncha o'zingizni ehtiyot qiling.